Internetda tarqalayotgan, imtihonda tushadi deyilayotgan ayrim noto'g'ri savollardan bittasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Savolga qaraymiz. Nima uchun bu savolning javobi noto'g'riligini tushuntirib beraman. Savolda ko'rsatib qo'yilgan qaysi yo'nalishlarga harakatlanishga ruxsat etiladi deyilyapti. Buyuruvchi belgi to'g'riga chapga buyuryapti. Bir tomonlama yo'l tugadi deb bunisi axborot beryapti. Endi javobi to'g'riga va chapga to'g'ri chiqdi shu dasturda. To'g'riga chapga to'g'ri chiqdi. Lekin to'g'riga chapga varianti aslida bu noto'g'ri. Nimaga noto'g'riligini tushuntirib beraman. Endi chapga burilmoqchi bo'lgan haydovchi 9-bob 56-bandi bo'yicha chap qatorini egallab, keyin chapga burilishi kerak. Bu bir tomonlama yo'lligini va bir tomonlama yo'l chorrahida tugaganini 5 va 6 belgisi ko'rsatadi. Ikkita harakatlanish tasmasi bormi? Chapga burilmoqchi bo'lgan haydovchi chap qatorini egallash kerak. To'g'riga chapga buyurgani bilan o'ng qatordan chapga burilishga bu belgi ruxsat bermaydi. Ana shuning uchun bu yo'lda haydovchi chap qatorini egallabgina keyin chapga burilishi mumkin. O'ng qatordan chapga burilishi mumkin emas. Bu savolga to'g'ri javob faqat to'g'riga bo'lishi kerak. O'ngga buyuruvchi belgi bo'yicha mumkin emas. Chapga yura olmaydi o'ng qatorda bo'lgani uchun. Orqaga qayrilsa qarama-qarshi tomonga chiqib ketadi. Ana shuning uchun to'g'riga harakatlanishi mumkin bo'lishi kerak. To'g'ri javob aslida. Lekin bu dasturda to'g'riga va chapga to'g'ri javob bo'lib qoldi. Faqat bu dasturda emas, boshqa shunga o'xshagan dasturlarda ham ana shu savol noto'g'ri savol ko'p tarqalibdi. Shularga e'tiborli bo'linglar. Test imtihonlaridan yiqilib qolmaslik uchun test savollarini ishonchli dasturdan ishlab shug'ullanish kerak. Bu videoni imtihon topshirmoqchi bo'lgan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Sahifamizga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.